Farzandingizni telefonini bemalol kuzata olasiz. Mana ko'rishingiz mumkin. U nima qilayotganini o'zingiz telefoningizda kuzatib borsangiz bo'ladi. Instagramda nima videolar ko'ryapti, Telegramda kimlar bilan yozishyapti, hammasini bilib borsangiz bo'ladi. Hozir o'rgataman. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, ketdi. Farzandingiz nima haqida gaplashib o'tirganini ham eshitsangiz bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 hattoki kamerasini ham yashirin tarzda kuzata olasiz. Xohlasangiz orqa tarafini ko'ra olasiz, farzandingiz buni sezmaydi. Xohlasangiz mana oldi selfie tarafini ham ko'ra olasiz bemalol. Keyin farzandingizning lokatsiyasini, ya'ni qayerda yurganini ham bemalol ko'ra olasiz. Buning uchun Play Market yoki App Store'dan Flashgate Kids programmasini skачать qilib olasizlar, ochasizlar va bu yerdan устройство родителейni bosasizlar. Va mana bu QR kodni farzandingiz smartfonidan skanerlaysiz, saytga kirasiz va mana bu ilovani ko'chirib olasiz. Shuni hisobga olasizlar, farzandingizning smartfoniga ulanish uchun baribir bu smartfonni ko'p narsaga razresheniyani, ya'ni ruxsatni yoqib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Video foydali bo'ldimi, saqlab qo'yinglar va barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.